ofatjon, kasofatjon. Ofat, kasofati. Ulayim, qalaysiz? Like'la bosibsiz, ko'rdim. Qalban. Bildim. Jon, sizga bo'lgan muhabbatim afsona. Boshim ochilganini qatdan bilib qoldingiz? Sezdingiz-a? Men sezaman, qarayman-da shu internetda paydo bo'ldingmi, yo'q biring tashlab ketgan bo'ladi. Tashlab Keyin ketdim. kirasan, bitta donator topasan, shu bir hafta yashaysan-da, yana bo'sh o'lasan. O'shanda foydalanib olishim kerak-da men. Bugun kreditga pul tashlamasa, Aziz bilan ko'rishaman, o'rtoqlar. Bugun kartamga kreditga pul tashlab bermasa, Aziz bilan ko'rishaman. Yo, onda kreditga pul tashlab, men o'ziga kreditga muhtoj bo'lib qolsin o'sha donator. O'zi kreditga muhtoj bo'lib qolsin. Lekin Aziz hech kimga yozuvdi-da, pul kerak bo'lsa so'ra degandi-da, lekin. O'rtoqlar, Qachon ko'rishamiz ikkovimiz? Xullas bugun yo'lga chiqaver-ya. Bugun pul tashlamaydi. Yigiting pul tashlamaydi. Yana pul tashlamasa? Javob, gapingga javob. Bir kecha meniki bo'lib, bir kecha meniki bo'lasan-a? O'chir. Bo'pti, ikki kecha. Kreditim, kvartiram, arenda pulim. To'lash kerak o'sha bola. Ha, to'lalmaydi. Ofat, sen ashit yotasan endi o'kita karavat qilib olasan. Ey, kiyim-kechini endi olib bitta karavat qilib olasan. Odam ham yo'q mana, qara, odam yo'q mana, klient ta'til o'ynab o'tiribman magazinda. Men senga aytganman, ey, Ofat, men gandonpurushlik qildim. Yarmanka ochdim, buket ochdim, doktorxona ochdim, dorixona ochdim, taksixona ochdim. Hamma yo'qda ochib ko'rdim. Eng zo'r biznes TikTok. TikTokdan boshqa biznes yo'q. Endi har doim emasda. Men prosta Endi soqani qilasan, bosasan, keyin bir kun sekin bir narsa qilasan. lekin men shu TikTokdan uyim remont qilganman. Men bu mashina olganman, bemalol maza qilib yurardim-da. Har kuni sumkamda $1000, $1,500 pulim bo'lardi. Ko'chaga chiqishimga bemalol. Mayda endi sen hozir mana $2000 ga zor qolib o'tirib, mana kreditim deb o'tiribman, mana siqilib, necha stressga tushdim, necha nima TikTokdan chiqib ketganim uchun. Qancha odam bor edi. Birontasiga yozmagan, birontasiga eslaringdan chiqarmanglar, gapni eshitdingmi? TikToker qizlar. Endi ko'plaring jirilavormanglar, bu haqiqat. TikTokda hech qachon sevishmanglar. Sikishinglar bo'ldi, tamom, sevishmanglar. Sikishinglar to'lka. Lekin sevishmanglar. Och qolasan sevishsalaring. Bitta gul. Och qolasan. biling, o'chir. Men ozgina tashib bergan puliga ham rozi bo'lib o'tirdim. Lekin kredit to'lamasam bo'lmaydi. Nima qilay hozir? To'lamasam bo'lmaydi, kredit ko'taradi. Aziz, mashinani kreditga qo'yib qo'yganman. Men bu dokument yatitim qo'yib qo'yganman. Meni beskadi endi bular. Bizda siskadi seni. O'shaning uchun pul tashlasin, bo'lmasam meniki bo'lasan. Pulni tashlasin, bo'lmasam meta qahramon otayam shetda. Qutqaruv kemasi men shetdaman, cho'chima jonim. Hayotingda men paydo bo'laman, yorug'likqa chiqasan. Cho'chima. Kiks aka. Kiks. Ayup akam. Kiks. Ayup bratim. Ikki qiz, voy 500 kishi o'tiribdi, prosta tomoshabin. Ikki qiz, va bitta odam yo'q. Onasini aytdim, ana shuni oldi, sharmanda bo'lyapman-da, mana hozir Aziz birontasi kelib ham deb qiziqib tursa, bir rashk qilsa desam. Dunyoda eng katta men qiziqyapman, bo'ldi, jalab men o'zim qiziqyapman. Bir tingilma jalab. Men qiziqyapman, tamom. Ofat bilan meni ko'ryapsanmi? Meni ko'ryapsanmi? Sen bilan ko'ryapman.
birontasiga sher urlar nimasini imsa hachaba man debdi. Bular hamma qo'rqyapti kreditim bor degan. Yaxsiz. 2000 beraman bir kechaga kam 2000. 2000 puli yetmaydi. Berem tops. Berem tops. 2000. O 2000 yetmaydi. Voy bila, sen yaqinlash bo'lmaydigan bo'lib ketibdi o'shaning uchun qochibdi udan atiramishan u. Lushi padarka bitta sher, ikkita sher urib yurganim yaxshi edi dedi. Xotin qo'ygan ekan-da seni, ha? Oy, ko'ti boru, tunukadan bo'lsa ham chirib ketadi seni xotin qilib seni rasxotingga chidasa. Tunukadan bo'lsa ham chirib ketadi ko'ti. Ya bo'ldi gapiravermagan. Gapiraverma. Yo, rostda endi rasxoting katta. Bo'ldi, o'chir bo'pti, gapiraverma. Bo'ldi. Kreditni to'lab berlikmi aziz debdi. Ayop aka kirdi. Ana, biz akalar kreditni to'lab ber. Endi aka Yomon bo'lsa ham padeshka qilgan yo'q, padeshka qilgandaman. Uni yomon bo'lsa ham men sevaman endi. enangni amada sevasanmi? 3 kun pul tushirmasa ko'tiga tupur jalab enangni ko'tiga eskida. Hay desa qanaqa sevgi muhabbat sen bilan nima haqida gapiryapsan jalab? Toshkentcha gapirishim men majbur qilma meni jalab bilan. O'chir, jalablama, o'chir ovozingni. Ekran bosamiz. Voy sevama, umidi bor-da hali ham buni bilan. Umidim bor. Umidi bor. Umidim bor. Ha, osonlikcha qo'yvormaysan uni, umiding bor, ha, umid aka hammasi aka. Ha. Osonlikcha qo'yvormaysan. Hali ham kutyapman. Ya, kut. Ha, bo'ldi, u ham oxirgi umidlarni ishlatgan senga. Oxirgi umidlarini ishlatdi, ofat. TikTokka qayt. Mana tog'da mana akalaring turibdi mana, yo'birlaring o'ynash. Urdi jalab. Ramazon aka, rahmat. Ramazon, qizishma, bratishka, kredit daxuya. Ayubi bratim. O'chir ovozingni. O'chir. TikTokdan bo'lsa ham topib to'layman. O'chir ovozingni. Voy Ramazon, o'zingni bosh bratishka, kredit daxuya, u bilan to'rtta gulingga qoniqmaydi, jalab biladi. U sen bilad $2000 urish uchun $5000 rasxod qilishing kerak bunga. 5000 ga bitta Matiz olsang O'zbekistonda kira qilib yurasan. O'chir. Yandexga ulam olay. Ramazon aka, 12 ta men olaylik.